Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz fonetika va fonologiya. Fonetika tilshunoslikning bir bo'limi bo'lib, unda nutq tovushlari, ularning hosil bo'lishi, turlari, o'zgarishi, so'z ma'nolarini farqlashdagi roli, shuningdek, urg'u, intonatsiya, nutqning fonetik bo'lishlari kabi masalalar o'rganiladi. Fonetika ham o'rganish obyektining hajmiga ko'ra umumiy fonetika, xususiy fonetika, qiyosiy fonetika va eksperimental fonetikaga bo'linadi. Fonetik birliklar deganda so'z yoki qo'shimchalarning shakliy tomonini hosil qiladigan va ularning ma'nolarini farqlash, chegaralash vazifalarini bajaradigan birikmalar tushuniladi. Avvalo, nutq tovushlarining anatomik, fiziologik tomonini ko'rib chiqamiz. Bunda nutq tovushlarining hosil bo'lish ishtirokida nutq a'zolari bilan tanishamiz. Bunday nutq a'zolari jami nutq apparati deyiladi. Nafas apparati, o'pka, bronxlar, nafas yo'li, bo'g'iz bo'shlig'ida halqonsimon, piramidasimon, qalqonsimon tog'aylar hamda un paychalari joylashgan. Og'iz bo'shlig'ida til, tanglay, kichik til, lab va tishlar joylashgan. Burun bo'shlig'i va markaziy asab fonetik akustika nutq tovushlarining fizik xususiyatlarini tekshiradigan sohadir. Akustik jihatdan har qanday tovush havo oqimining tebranishi va bu tebranishning quloqqa eshitilidir. Nutq tovushlari esa o'pkadan kelayotgan havo oqimining un panchalari tebranishidan hosil bo'ladigan ovoz va nutq a'zolarini hosil bo'ladigan shovqinning quloqqa eshitish tovushlari. Akustika quyidagi bilan farqlanadi: nutq tovushlarining baland va pastligi, nutq tovushlarining kuchi, nutq tovushlarining tembri, nutq tovushlarining cho'ziqligi. Jorj Yul artikulatsiyasi haqida gapirib yozadiki, bitta tovushni talaffuz qilayotgan paytning o'zida ikkinchi tovushni talaffuz qilish jarayoni koartikulatsiya deyiladi. Fonologiya so'zi tarjima qilinganda tovush haqidagi ta'limot degan ma'noni bildiradi. Fon tovush, logos esa ta'limot, fonologiya deb yoziladi. Ikkinchi mavzumiz ona tilining undosh tovushlar tizimi. O'pkadan chiqayotgan havo og'iz bo'shlig'ining ma'lum bir joyida yoki bo'g'izda to'siqqa uchrashidan hosil bo'ladigan shovqin, ishtirok etadigan va bo'g'in qilolmaydigan fonemalarga undosh tovushlar deyiladi. Undosh tovushlarning hosil bo'lishida og'iz bo'shlig'i, og'iz, til muhim ahamiyatga ega. O'pkadan chiqayotgan havo xuddi mana shu joylarda turli to'siqlarga duch keladi. Buning oqibatida esa undosh tovushlarning hosil bo'lishi uchun yetarli shart-sharoitlar yaratiladi. Tilimizda 24 ta undosh bor. Bulardan B, V, G, D, J, J, Z, Y, K, L, M, N, P, R, S, T, F, Ch, Sh, Q, G, H ning 3 ta undosh tovush yozuvida harf birikmasi bilan ifodalanadi. Bular sh, ch ning dengiz, ko'ngil, singil so'zlarida buni isbotlashimiz mumkin.